Assalamualaikum, bu O'zbekistonliklar kanali. Uglan Kikin Kuni Osman Ochkuk 80. Koyosh Lab Charity. Xeda H Narsa Bolmagindik. Xeda Menning Hayodam Osha Lazada Iki Bolaka Bolinab Kemaganayak. Meni Zay Shik Yonida Churib, Unning Orkasidin Karadam Veyu Orkasiga Ham Karamedi. Shukundan Beri Echil Ati. Ach Yilda Vomida Men Harkita Yuning Bolachajada Jisharadiga Kariman. Asha Kichkina Bola, Tzezani Tikon, Turjabe Charadigan, Meni Y, Men Katabalsam, Senai Kulanda Kotaram Deb Jurgen Oshabola, Kairga Kedi. Orniga Kim Keldi. Vimen Nama Kildam, Nama Kumadam, Shusavalar Mina Haliham Mikusas Kolderedi. Ismim Moara. Yoshim Elektort. Toshkenta, Yonusabud Tumenida Yeshiman. Ida Alman, Ukitavshi Edim. Hoser Pensieta. Aram Shirzad Beshila Volvefut Edi. Yoltas Oglam Bor Edi, Jasser. Menning Hamam, Shu Jasser Edi. Hayerden Boshleshni Bilmeman. Licken Boshlesham Kurak. Shanka Menning Hekoyam, Fakat Menning Dardam Emas. Bedard Kop Oilalarda Bor, Licken Hech Kimovos Chikurib Gapper Almedi. Men is a Gapperaman. Jesserning Kairga Kekanini, Naima Balkani, Hamas in a Ataman. Fakat Sezden Bernarsa Soriman. Uxurigachi Shiding. Shankibu Hikoya Ortida Tugamedi. Jesser Adi Bola Edi Dastleb. Men Dastleb Daman, Chunky Hama Narsa Osgurib Kedi. Licken Osgurish Burkunda Balmedi. Astasikin Boldi. Xedi Seftumchizi Tushni Yedigende, Sesme, Bilme, the Burkun Karasing, Tushta Chukar Peda Balgan Baledi. Jassaron Sek is Yoshida Universitat Kurdi. Iktizidiat Fakulteti. Osha Peta Men Judak Sursand Edim. Shirzad Vefutad Gandan Kien Men Kainalgan Edim, Lekin Jassar Menga Kuchberdi. Y, Sen Menga Kara, Men Kata Odam Balaman, Seniida Alkazib Kwayaman Dirty. Shugapler Minai Artanji Kunga Umid Bilan Karatardi. Burinchi Kurzda Hama Narsa Yakshai Edi. Uokidi, Dust Larry Bor Edi, Bezida Kino Korardi, Football Yakshi Korardi. Adi Yegit. Men Hemshu Pate Tinchi Asherdam. Osgarish Ikinchi Kurzda Boshlande. Avaliga Sezdam, Likin Sieganam Bilan Naima Kalishni Bilmadam. Hime Osgardi. Elgari Jinsi Shim, Adi Futbolka Kayardi. Asta Sikin Uzan Koilak Kaya Boshledi. Yakshi, Deb Oiledim. Rost, Binarsa Meni Tash Vishlantergani Yok. Kup Yejitler Shunde Kainedi. Hien Mumalesi Osgardi. Kemrak Gaper Boshledi. Menge Emes, Amuman. Konjuruk Kilsam, Kiska Jeva Berardi. Iga Kelsa, Osksanesiga Kirib Kitardi. Menjasher Choi H, Opkala Desem, Kien, Y Dirty. Lekin Kien Digin Vakt Chemistry. Dustleri Hem Osgardi. Elgari Sarder, Balber, Alubik, Mektubden Buri Burga Oskan Baller, Kelib Kitishardi. Kolji, Shofkin, Pand. Endayiler Yuk. Orniya Yanji Dosla Kelly, Islerina Hem Biliman. Kovak Sulgan, Kangap, Kozlera Mini Nakle his Kildaradigan Yijiller. Berkuni Sarderni Kordam Mahalada. Sarderjan, Jesuring is Belin Gaplaship Churazemi. Didim. Abur Zumtoxdedi. Kozlera Yerga Kedi. Xola, Jasser. Abait and Uzaklaship Kedi. Bizbur Eki Marta Chakurdik, Kelmedi. Hoser Boshka Odamler Bilin Uredi. Kende Odamler. Didim. Sarder Yelkaznik Histi. Bilmadim, Xola. Lekin. Ular Bilin Berga Balib, U Osgardi. Shugaptan Keen Barinchi Marta Kobanda Kandater Suvuk Taigu Pedu Boldi. Noma Yuk Taigu, Vakot Bernikob, Hama Narsa Yakshi Baledi Digan Humid Orkasida Yeshurinaelkan Korkov. Oshi Yilin Kuzida Barinchi Marta Ochik Geplashtik. Jasser Iga Kech Keldi.
Tun ortisidin oshgin ed. Men axlamasdin oturdum, hardoim shande kalurdum. Eshik oktilib, uichgari kurdi. Usida chartok bor edi, likin kozla erda alanar sinning oti, men tana madigan, men bil madigan bernarsa. Jatter, sot necheda. Didim. Ovuzim kadik chikmedi. Chekomedi. Why, sen nigai goxen. Dede. Several emas, gabni otishuchane tegan soz. Sine kadim. Kair eating. Dostler billen. Dini dars boldi. Men berzum toxdedim. Kazi dars. Korano kudik. Hidus orgendik. Nema mumo. Muamo yok, didim. Fakat. Himmler billen. Bitte astozim is bor. Ujuda billen leodam. Arabistonda okub kelgen. Men unden kop narsa organeapmen. Men o shakuni unden koprok sorashta harkat kildum. Astos nome Abdullo. Kairdi yashashi, bilmadi, yena madi. Darsla kaird abolishi, hitch mashid nome atomedi. Shuncheki burjoida didi. Jatter, masjida borishyakshi. Namozokashyakshi. Lekin niga bu odam learning manzili yok. Umenga karadi. Kozlarik kandader kadak edi. Why, sen bunarsa larni tishamazen. Bigatnai shikananda nagani his kalkanune atomamen. Shanki uava hechkagun shunde demagan edi. Sen tishamazen, bisaz metting oglening oxidant chikashi munkin emes edi. Likin chikan edi. Menosha keche yigladam. Jim yigladam u uxlub kolsen, deb. Ki invasia yena Osgardi. Jasser tal fanani hech kim kormazen deb as raidagani boldi. Algari stol ustiga quiet kitardi. Ende herdoim chantajida. Berkuni men uning sunazida kurdum, uyak paita, bilaman, biyakshe emas, lekin men onamen va men korkdim, va dafter kordum. Achik yakin ed. Arab harfleri. Kop sifaller. Ve orasida osbictilida uzilgan narsalar, men hech kitchen ishitmagan nalmer, hech kitchen ishitmagan sazler. Hakiki den, konli jihud, dunu misomalerining azobleri. The ber sifada fasten, Iraq, Iran digan sazler. Men dafterni yaptim. Kolarum titre boshledi. Men o shakuni ach sot oturdim. Hich narsa kilomadim. Fakat oturdim. Atlam ishlamedi. Yurak urdi, amoge permedi. Hien ozanga yok, bu boshka jabulashi kirak, bu dafter boshka narsa, men notagritishundum dedim. Azimni ishunturdim. Chunky boshka nema kilardim. Lookin bur narsani balardim. Dafter okishinden oldenham, okagandan kienham, mening oglam oshi edi. Men osha jasurni, mening kitchginum jasurni kitarayagendum vayu yuk edi. Ornite a boshka buruv bor edi. Vabu boshka buruvni kim kilib koiganini balardum, lukin bunny ozimga etishtan korkardum. Berkunio iga kaitganda men oturdum vadidim. Jatter men sanga bur narsa eight mukshiman. Senham menga bur narsa eight mukshimasan. Utoxdedi. Menga karedi. Naima demukshizes, why? Sen osgarding ni belasame. Didim. Yakshiruk boldum. Dinyolida. Jasser, men dinga karshe amazman. Namaz okagan, kuran okagan odam yakshiodam. Lekin. Sen menga yatsizdik bulub kolding. Men senning winda seni kadurayapman. Burzum sukanat boldi. Kienu oturdi. Bakutmagan halat ad u oturishi yuchan menjuda kop vak kurek balardi. Oye, didi. Ovozi berozium shigande ad. Men hoser tugri yoldamen. Likin bi yal. Ozan imes. Kop narsa osguredi. Nima osguredi. Dunya kande ikan lijani korganda odam osgurme turomedi.
Fast in the bowler olyapti, June. Harkuni. The bez beyeerde tinch otermis. Men under karadim. Kozlarit a yosh bormi, vukme enik bilmedim. Licken avozida bur narsa bor ii. Ogrik bor ii. Veshu ogrikni korganda, menhem ogridim. Shenkibu ogrik hakiki ed. Fakat. Jasher, ezizim, dedim. Ogrik hakiki. Licken sening kumukki balgan narsa. Men hali hitch narsa kumedim, dediu. Tez adi. Men under karadim. Umenga karamadi. Hali. Bisaz hali, mening klujunda yichkan jurang lai. Bar keldi. Jasser Universitika Kamruk Barati Dedi. Hien, Burkicha men bur iki hafta ketaman, Dostler Bilan Sefer Baladi Dedi. Kairga. Tushkintan Tashkariga. Tuglarga. Havane Osgartramas. Menishandam. Ishamukshi Boldam. Bur hafta odi. Ike hafta odi. Men conjure kilsam y, yakshaman, buglanish yog be yurda dirty. Ach hafta odi. Bur kuni telfon ochik chakdi. Oturdam. Turaldam. Kushnaga boredom aitmadim. Upanga conjure up kildam, yurmaagdam. Politsiaga borishni oiladam, likin jazzer voyaga yetgen, uozgsoashi bilan kegen. Men nama durdam. Uglam goib boldi, likin cairdan goib. Iden kedi, menozim korgan edim. Tort haftadan keen, xeber keldi. Telfundan emes. Zaberches I hemiok. Fakat kaltaman. Oye, men yakshaman. Xavoder alma. Men tugri yalga chekdim. Be yolden kate mayman. Menosh exaberne hoser han telefonendamen. Uther oleman. Shanky menning oglening sange sosler bolishi monkin 80. Veg or churgan balsam you hemiokaledi. Mentogri yalga chekdim. Likin be yal. Kairga boredi. Javubni osha kuni bilmagan edim. Likin keen chalik, bilib oldum. Veba bilam menning heutani ikinchi marta. Yanida katakruk, iki boleka adradib ubordi. Hienge kizenda shuhakta ataman. Veoshapate min naima kuginami, idledami, karashtami, taslam boldami, barchesini. Men o'sha xabarni qayta o'qidim. 100 marta o'qidim. Sozlarni yod oldim. Men togri yo'lga chiqdim. Bu yo'ldan qaytmayman, har bir sozni his qildim va har safar boshqacha og'ridi. Birinchi kunlarda men hech kimga aytmadim. Opamga ham, qo'shniga ham, hech kimga. Nima derdim? Oglim ketdi, qayerga ketdi? Bilmadim, nima uchun ketdi. Shu savolning javobini men o'zim ham to'liq bilmay turib boshqalarga qanday aytardim. Lekin yolg'izlik bu eng og'ir narsa ekan. Kechasi uxlay olmadim. Kunduz ovqat yey olmadim. Xonasiga kirdim, hamma narsa o'z joyida. Kiyimlari, kitoblari, ilgari yaxshi ko'radigan futbol kostyumi, hammasi bor. Faqat o'zi yo'q. Xonaga kirdim va chiqolmay qoldim. O'tirdim u o'tiradigan stul yonida, qo'l tekkizdim u yotar joyiga va birinchi marta baland ovozda yig'ladim. Yig'lash ham oson emas ekan. Yig'laganingda hech narsa yengillamaydi. Faqat ko'zlar og'riydi. Lekin tanangda, ko'kragingda biror narsa bo'shaydi, yig'lamasang, shu narsa tosh bo'lib qoladi. Men tosh bo'lib qolishni istamasdim. Chunki tosh bo'lib qolsam, o'g'limni qaytara olmasdim. Ikkinchi haftada opam Nilufar keldi. Sezgan edi, men telefonda boshqacha gapirayotgandim. Eshikdan kirdi, yuzimga qaradi va "Mohira, nima bo'ldi?" dedi. Men bir zum turib qoldim. Keyin hamma narsani aytdim. U ham bir muddat jim o'tirdi. Keyin politsiyaga borish kerak dedi. U voyaga yetgan. O'z xohishi bilan ketgan. Ular nima qilishadi? Lekin u
Qayerga ketdi? Men unga qaradim. Men qo'rqaman. Agar politsiyaga borsam, u bilan nima bo'ladi? Uni tutib olishsa, uni. Men bilmadim nima bo'lishini. Lekin u mening o'g'lim. Nilufar opam ko'zlarini yumdi. Uning ham ko'nglida nima bo'lganini bilaman. Lekin u menga haqiqatni aytmadi o'sha kuni. Men ham aytmadim. Ikkovimiz o'rtasida bir qo'rquv bor edi va uni ovoz chiqarib aytish uni haqiqatga aylantirib qo'yishday tuyuldi. 3-haftada men Jasurning telefon raqamiga urinib ko'rdim. Ochiq. Yana urdim. Ochiq. Keyin o'yladim, u bilan bog'langan boshqa raqamlar bormi? Kontaktlarni ko'rgan edimmi? Bir marta telefoni stol ustida qolgan edi, men o'shanda kontaktlarni ko'rgan edim. Ammo nomlarni esda saqlamagan edim. Faqat bitta nom esimda edi, Abdulloh domla, o'sha nom. O'sha ustoz. Men o'yladim. Bu odam kimligini bilsam, Jasurning qayerda ekanligini bilaman. Lekin uni qanday topaman? Jasurning eski do'stlaridan biri, Bobur, yodimga tushdi. Bobur bilan Jasur ilgari juda yaqin edi. Maktabdan beri birga. Bobur onasini ham bilardim, Maftuna xola deb chaqirardim. Telefon raqamini topdim va qo'ng'iroq qildim. Bobur chiqdi. Ovozi ajablanib edi. Xola, siz qo'ng'iroq qildingizmi? Ha, Boburjon. Kechirasiz. Bir savol bor edi. Jasur haqida. Bir muddat jimlik. Keyin. Nima bo'ldi, xola? U ketdi. Bir oy bo'ldi. Qayerga ketganini bilmadim. Siz u bilan oxirgi gaplashganingizda biror narsa dedimi? Yana jimlik. Bu jimlik menga ko'p narsa aytdi, ammo til bilan hech narsa aytilmadi. Xola, dedi Bobur. Ovozi sekinlashdi. Men Jasur bilan uzoq vaqtdan beri gaplashmagan edim. U o'zi uzoqlashdi. Lekin bir marta taxminan 3 oy oldin u menga bir narsa dedi. Men o'shanda e'tibor bermagandim, ammo hozir. Nima dedi? Bobur, sen aqlli odamsan. Lekin bu dunyo senga ko'rsatgandan ko'ra ko'proq narsa bor. Bir kun tushunasan, shunday dedi. Va ketdi. Men o'shanda shunchaki gapmi deb o'yladim. Men unga rahmat aytib telefon qo'ydim. Ko'zlarimda yosh to'plangan edi, lekin yiglamadim. Chunki endi yiglab o'tiradigan vaqt yo'q edi. Men ish qilishim kerak edi. Jasurni topishim kerak edi. Mahallada bir kishi bor edi, Hamid aka. Yoshlarga maslahat beradigan, bir necha yil davomida yoshlar bilan ishlaydigan odam. Men uni yaxshi tanimasam ham ismini bilardim. Bir kuni eshitgan edim. U shunga o'xshash holatlarda oilalarga yordam bergan. Qanday yordam, aniq bilmasdim. Lekin boshqa yo'lim yo'q edi. Bordim. Eshigini toqdim. U o'rta yoshli, sokin ko'zli odam edi. Meni ichkariga taklif qildi. Choy qo'ydi. Men o'tirdim va yana boshladim. Hamma narsani aytdim. Bu safar to'liqroq aytdim. Daftar haqida ham, Abdulloh domla haqida ham, oxirgi xabar haqida ham. U meni tingladi. Orada biror narsa so'ramadi. Faqat tingladi. Keyin choy qo'ydi oldimga va dedi. Mohira opa, siz aytgan belgilar, bularning hammasi bir ko'rinishning qismlari. Men bu holatlarni ilgari ham ko'rgan edim. Har doim bir xil boshlanadi. Avval kiyim o'zgaradi, keyin do'stlar, keyin fikr. U qayerga ketdi deb o'ylaysiz? Dedim. U bir zum menga qaradi. So'ng, opa, aniq aytolmayman. Lekin siz aytgan ismlar, Falastin, Eron, bu yo'nalishlar ba'zan yosh odamlarning xayolida juda kuchli bo'ladi. Ular bu yerda o'tirib qiynaladi, nima uchun men ham kurashmayman deb o'ylaydi. Bu fikr ularga to'g'ri ko'rinadi. Chunki ularga shunday o'rgatilgan. Kim o'rgatgan?
Abdulloh domla degan odam, uning ismini men ham eshitganman. Lekin u bitta emas. Ular ko'p. Va ular yoshlarga siz aytganday juda ohangdor gapirishadi. Og'riqni ko'rsatadi. Keyin yechim taklif qiladi. Yosh odam esa bu yechimni to'g'ri deb qabul qiladi. Men bir muddat gapira olmadim. Keyin uni qaytarib olsam bo'ladimi? Hamid aka menga qarab sekin dedi. Bo'ladi. Lekin bu oson emas. Va siz tushunishingiz kerak, u qaytganda ham o'sha jasur bo'lmaydi. U o'zgaradi. Faqat qaysi tomonga o'zgarishi siz va unga bog'liq. Uyga qaytdim. Kechasi uxlay olmadim. Lekin bu safar boshqacha uyga yotdim, o'yladim. Reja qildim. Yeglamadim. Bir oy o'tdi. Men har kuni xabar yubordim, javobsiz. Jasur, so'gindim. Ovqating bormi? Sog'liging yaxshimi? Oddiy savollar. Javob yo'q. Lekin men to'xtamadim. Chunki o'yladim. U o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Va hatto o'qimasa ham men yozishni to'xtatmayman. Chunki u bilsin, men bu yerda, men uni kutayapman, men gazablanmayman, men faqat kutaman. Bir kuni kutmagan paytda qisqa javob keldi. Oyi, men yaxshiman. Ko'p yozma, telefon ushlab turish qiyin shu. Bor yo'gi shu. Lekin bu menga dunyo berdi. U tirik. U yaxshi. Va u hali mening xabarlarimni o'qiyapti. Men o'sha kechasi choy qilib o'tirdim. Yolg'iz. Va o'shanda birinchi marta o'yladim. Men u bilan nima qilishim kerak? Agar u qaytishni istasa, qanday qaytadi? Agar istamasa, men nima qilaman? Va shunda bir narsa yodimga tushdi. Jasur kichik paytda, taxminan 10 yoshlarda, menga bir gapni aytgan edi. Biz bog'da o'tirgandik, u pista yeyapti, men kitob o'qiyapman. U to'satdan dedi. Oyi, agar men bir kuni yo'qolib qolsam, meni qidirasanmi? Men kulib qo'ygandim. Ha, topaman, degandim. Qayerdan bo'lsa ham, degandi u. Qayerdan bo'lsa ham, dedim. U o'shanda jilmayib pistani yegan edi. Shu. Va endi men o'sha gapni eslardim. Va o'zimga dedim. Men aytgandim. Qayerdan bo'lsa ham. Bu va'da edi. Men ertasi kuni yana yozaman degan qarorga keldim. Va yana. Va yana. To javob kelguncha. To u qaytguncha. Yoki to men tushunguncha nima qilish kerakligini. Lekin keyingi hafta hamma narsa yana o'zgardi. Shu safar boshqa odamdan, kutmagan joydan xabar keldi. Va bu xabar mening barcha rejalarimni to'kib yubordi. Kim xabar yubordi? Nima dedi? Buni keyingi qismda aytaman. Xabar tunda keldi. Soat 11dan oshgan edi. Men choy ichib o'tirgandim, uxlay olmayotgandim, odatdagidek. Telefon titrab ketdi. Nomer noma'lum. Odatda bunday nomerlarga javob bermayman. Lekin o'sha kecha bilmadim nima uchun javob berdim. Allo. Bir muddat jimlik. Keyin ayol ovozi eshitildi. Yoshi mendan katta bo'lsa kerak, ovozi og'ir, charchagan. Siz Jasurning onasimisiz? Yuragim bir urdi. Ha. Kimsiz? Ismim muhim emas. Men ham onaman. O'g'lim ham ketgan. Biz bir xil ahvoldamiz. Men o'tirdim. Qo'lim telefonga qattiqroq yopishdi. Qayerdan topding raqamimni? Jasur bir marta sizga xabar yuborganda men yonida edim. Raqamingizni eslab qoldim. Kechirasiz. Boshqa yo'lim yo'q edi. Ovozida haqiqat bor edi. Yolg'onchi ovozi boshqacha bo'ladi, men bilaman. Bu ayol charchagan edi. Qo'rqqan edi. Men kabi. Gapiravering, dedim. Sizning o'g'lingiz va mening o'g'lim, ular birga. Men bu bir hafta oldin bildim.
Oglim, Zafar, u ham o'tgan yili ketgan edi. Biz ham qidirdik, topa olmadik. Lekin kecha Zafar qo'ng'iroq qildi. Qisqa gaplashdi. Va bir gapni aytdi. Oyi, Jasur ham biz bilan. Uning onasiga xabar bering, u yaxshi, men nafas ololmay qoldim. Qayerda ular? Aniq bilmadim. Zafar aytmadi. Faqat uzoqda dedi. Uzoqda degani. Men ham o'yladim. Juda uzoq. Chegaradan narida bo'lishi mumkin. Shu so'z. Chegaradan narida men bu so'zni eshitishni istamasdim. Lekin eshitdim. Va eshitgandan keyin buni o'zimdan yashira olmadim. O'sha kechasi men uxlamadim. Umuman. Ertalab Hamid akaga qo'ng'iroq qildim. Hamma narsani aytdim. U bir muddat jim bo'lib qoldi. Keyin Mohira opa, siz bugun kelib gaplashing dedi. Bordim. U bu safar avvalgiday sokin emas edi. Ko'zlarida biror narsa bor edi, tashvish, ehtimol. Opa, dedi u. Men sizga to'g'ri gapiraman. Chunki siz bilishga haqli onasiz. O'g'lingiz haqida men bir-ikki narsa eshitgan edim. Lekin aniq ma'lumot yo'q edi, shuning uchun aytmagan edim. Hozir aytaman. U bir qog'oz oldi. Biror narsa yozdi. Menga uzatdi. Bu odam Rustam Normatov, u mahalliy xavfsizlik idorasida ishlaydi. Uning telefon raqami. Men uni shaxsan bilaman. Siz unga borishingiz mumkin. Lekin bir narsani tushuning. U yerga borish bu qadam orqaga qaytmas. U yerda hamma narsa rasmiy bo'ladi. Men qog'ozga qaradim. Raqamni kaftimga yozdim. Demak, agar bormasang, o'zing izlaysan. Va yolg'iz izlash bu kuchli ona uchun ham juda og'ir. Men o'yladim. 1 daqiqa. 2 daqiqa. Keyin dedim. Jasur mening o'g'lim. U qanday yo'lda bo'lmasin, men uni topishim kerak. Rasmiy bo'lsa ham, bo'lmasa ham topaman. Hamid aka menga qarab sekin bosh irgadi. Rustam Normatov bilan uchrashuvni bir kun keyin qo'ydi. Idora oddiy ko'rinishli bino, hech qanday yozuvsiz. Men kirdim. Qabulxonada o'tirdim. Choy taklif qilishdi, olmasdim, oldim. Qo'llarim titragan edi. Rustam Normatov 35 atrofidagi odam. Yupqa, sokin. Ko'zoynak taqqan. Meni ko'rib o'rindiqni ko'rsatdi. Xush kelibsiz, Mohira opa. Hamid aka aytdi. O'tiring. O'tirdim. U stol ustidagi qog'ozlarga qaradi. Keyin menga. O'g'lingizning ismi Jasur Baxtiyorov. To'g'rimi? Ha. Tugilgan yili 2003. 2 yil oldin 20 yoshga to'ldi. U yozdi. Universitetda o'qigan. Ha. Iqtisodiyot. Lekin so'nggi 1 yilda bormaganga o'xshaydi. Qachon ketdi? Taxminan 4 oy oldin. Lekin o'zgarish undan oldin, 1 yil oldin boshlangandi. U menga qaradi. Mohira opa, siz juda to'g'ri gapiryapsiz. Ko'p onalar bu savollardan qo'rqadi. Lekin siz qo'rqmayapsiz. Bu yaxshi. Men ham to'g'ri gapiray. Gapiring. Bizda Jasur Baxtiyorov haqida ma'lumot bor. Ko'p emas, lekin bor. U Abdulloh degan odamning to'garagi orqali bir guruhga qo'shilgan. Bu guruh yoshlarni asosan 25 yoshgacha qo'shib chiqarib yuborgan. Qayerga aniq aytishim qiyin. Lekin sizning aytgan yo'nalishlaringiz noto'g'ri emas. U tirikmi? To'g'ridan to'g'ri so'radim. Shu savol, yolg'iz bu savol edi menga muhim. Rustam bir zum to'xtadi. Bizda uning o'limi haqida ma'lumot yo'q. Bu yaxshi belgi. Lekin bu kafolat emas. Men nafas oldim. Uzoq nafas oldim.
Nima qilishim kerak? Siz hech narsa qilmang. Bu endi bizning ishimiz. Lekin bir narsa kerak. Siz rasmiy ariza yozing. Uning hujjatlari, pasporti nusxasi, rasm, aloqa ma'lumotlari. Hammasini bering. Va kutasiz. Kutaman. Qancha? Bu savollarga javob yo'q. Afsuski. Men uyga qaytdim. Ko'chada, avtobus ichida o'tirdim va fikrladim. Men hozir nima qildim? To'g'ri ish qildimmi? Agar u bilib qolsa, u menga xafa bo'ladimi? Agar u xafa bo'lsa, u menga qaytadimi? Keyin o'zimga dedim. Bu savollar onalikning savollari. Ammo hozir men ona sifatida emas, inson sifatida o'ylashim kerak. Jasurni yo'qotmaslik uchun ba'zida qiyin qarorlar kerak. Uyga kirib, xonasiga kirdim. Stolidan uning rasmini oldim, universitetga kirgan yili tushirilgan. Yuz-ko'zi yorqin, jilmayib turibdi. Men shu rasmga qarab o'tirdim va xayolimda unga gapirishni boshladim. Jasur, sen allaqachon katta odamsan. Sen o'z qaroringni o'zing berdingsan. Men bu qarorni yoqlamayman. Lekin men seni yoqlashdan to'xtamayman. Hech qachon o'sha oqshom Zafar onasi, o'sha tunda qo'ng'iroq qilgan ayol yana xabar yubordi. Qisqa matn. Siz ham bordingizmi? Men ham bordim. Keling, uchrashamiz. Yolg'iz qiyin, men uning taklifini o'sha zahotiyoq qabul qildim. Ertasi kuni biz ko'rish. Uning ismi Malika edi. Yoshim kabi 50 atrofida. Ko'zlari bir xil, charchagan, lekin sonmagan. Biz choyxonada o'tirdik. Ikkovimiz ham ko'p gapirmadik dastlab. Shunchaki choy ichdik. Keyin u dedi. Zafar kichik paytda doim oyi men qahramon bo'laman derdi. Jasur ham, dedim men. Ular qahramonlikni tanladi. Faqat biz o'ylagandek emas. Men unga qaradim. Ko'zlarda yosh bor edi, lekin yig'lamadi. Men ham yig'lamadim. Malika opa, dedim. Ular qaytadimi? U uzoq vaqt javob bermadi. Keyin. Bilmadim. Lekin biz kutamiz. Boshqa nima qilardik? Shu. Boshqa nima qilardik? Bu gap onalarning eng og'ir gapi. Chunki bu gap ichida hamma narsa bor. Umid ham, noilojlik ham, sevgi ham, azob ham. O'sha kuni biz ko'p gaplashdik. Va men bilib oldim. Zafar va Jasur ular bir guruhda. Guruh qayerda hali aniq emas. Lekin Malika bitta narsa bilardi. Zafar oxirgi qo'ng'iroqda biror narsa tilga olgan edi. Bir joy nomi. Malika uni aniq eshitmagan, shovqin bor edi. Lekin u menga shu nomni aytdi. Men o'sha nomni eshitganda qonim sovidi. Bu nom mening hech qachon o'g'limning tilidan eshitishni istamaydigan joy edi. Keyingi qismda shu joyni va o'sha kundan keyin nima bo'lganini aytaman. Va eng og'ir lahza Jasurdan birinchi marta ovozli xabar kelgan kun haqida. 3 qism tayyor. 4 qism 36 orchestrated narrative continuation for story segment orchestrated narrative continuation for story segment Malika aytgan joy nomi. Men uni birinchi marta eshitganimda xayolimda hech narsa bo'lmadi. Shunchaki bir nom. Lekin u ikkinchi marta aytganda va men tushunganda u qayerda ekanligini qo'llarim titradi. Men uyga qaytdim va xaritaga qaradim. Telefonimdagi oddiy xarita. Barmog'im bilan nom yozdim, izladim. Va xarita ko'rsatdi. Bu joy bizdan minglab kilometr narida. Chegaradan ancha narida. Urush bo'layotgan joy yaqinida. Men telefon qo'ydim. O'tirdim. Xonada biror narsa o'zgarmagan edi. Chiroq yonib turibdi. Derazadan tun ko'rinadi. Soat devorga osig'liq, choy sovib bormoqda. Hamma narsa o'z joyida. Faqat mening ichimda hamma narsa agdar-tontar bo'lib ketgandi. O'sha kecha men birinchi marta o'g'limga yonma-yon yig'ladim, ya'ni men yig'ladim, u haqida o'ylab. Yig'im boshqacha edi bu safar. Avval yig'laganimda qo'rquvdan yig'lagan edim.
Bu safar alam bilan yig'ladim. Chunki tushundim. Jasur bu qarorni bilmasdan emas, bilib olgan. U o'ylagan. U tanlagan. Va bu eng og'ir narsa. Onaga eng og'ir narsa o'g'lining xatosini ko'rish emas. Eng og'ir narsa o'g'lingning o'z oyog'i bilan shu xatoga borishi. Ertalab uyg'ondim. Ko'zlarim shishgan. Lekin o'rnimdan turdim. Chunki o'tirib bo'lmaydi. O'tirsam tosh bo'laman. Tosh bo'lsam hech narsaga yaramayman. Hamid akaga qo'ng'iroq qildim va Malika aytgan joy nomini aytdim. U bir muddat jim qoldi. Odatda tez javob berardi, bu safar jimlik uzoqroq cho'zildi. Bu menga ko'p narsa aytdi. Hamid aka, dedim. Aytavering. Men eshitishga tayyorman. Mohira opa, dedi u. Bu joy. U yerda ahvol murakkab. Har xil guruhlar bor. Ba'zilari faqat boraman, qaytaman deydi. Ba'zilari qoladi. Va ba'zilari. U gapini tugatmadi. Lekin men tushundim. Jasurni o'sha toifalardan qaysidir biriga qo'yishim mumkinmi? Dedim. Hozircha yo'q. Chunki ma'lumot oz. Rustam aka bilan gaplashing. Bu yangi ma'lumot muhim. Men o'sha kuni yana Rustamga qo'ng'iroq qildim. Telefonda uzq gaplashmadi, keling, dedi. Bordim. Bu safar uning xonasida boshqa bir kishi ham bor edi. Yoshroq, 30 atrofida. Ism-sharifini aytmadi. Shunchaki o'tirdi va tingladi. Men Malika aytgan joy nomini aytdim. Rustam bilan o'sha yosh odam ko'z urishtirdi. Faqat bir lahza. Lekin men ko'rdim. Mohira opa, dedi Rustam. Bu ma'lumot bizga foydali. Lekin men sizdan bitta narsa so'rayman. Bundan keyin siz bu haqda hech kim bilan gapirmang. Malika opa bilan ham. Telefonda ham, ko'chada ham. Tushundingizmi? Nima uchun? Chunki agar noto'g'ri quloq eshitsa, bu Jasurga zarar berishi mumkin. Men o'sha so'zni eshitganimda zarar yuragim siqildi. Beixtiyor. Lekin bosh erdim. Xo'p. Gapirmayman. Va yana bir narsa, dedi u. Agar Jasur o'zi qo'ng'iroq qilsa yoki xabar yuborsa, siz unga hech narsa bildirmang. Biz bilan uchrashganingizni aytmang. Oddiy gaplashing. Ona kabi. Men doim ona kelidim. U jilmaydi. Bilaman. Shuning uchun siz bilan gaplashyapman. 2 hafta o'tdi. Men kutdim. Har kuni telefon yonimda. Har kecha kech uxladim. Har ertalab birinchi ishim telefon tekshirish. 15-kuni xabar keldi. Lekin bu safar matn emas edi. Ovozli xabar edi. Jasurning ovozi. Men o'sha ovozli xabarni eshitishdan oldin 1 daqiqa to'xtadim. Ko'zlarimni yumdim. Yuragim qattiq urdi. Keyin bosim. Ovozi o'zgargan edi. Yo'q, taniyapman, u Jasur, mening o'g'lim. Lekin ohangida biror narsa bor edi, qandaydir og'irlik. Charchoq emas. Og'irlik. Oyi. Men yaxshiman. Sog'ligim joyida. Ko'p xavotir olma. Men to'g'ri deb bilgan ishimni qilyapman. Sen meni tushunmasang ham, bilsang bo'ldi, men onasining o'g'liman. Har doim. Bu o'zgarmaydi shu. 32 soniya. Men qayta tingladim. 10 marta. 20 marta. Har safar biror yangi narsani sezdim, bir so'zda, bir nafasda, bir to'xtashda. Men onasining o'g'liman. Har doim bu gap meni bir tomonga tortdi. U eslamoqda. U hali meni eslamoqda. Bu umid. Lekin to'g'ri deb bilgan ishimni qilyapman, bu gap meni boshqa tomonga tortdi. U hali o'sha yo'lda. U hali qaytmagan. Men o'sha ovozli xabarni Rustamga yubordim. U rahmat dedi. Ko'proq demadik.
Malika bilan yana ko'rishdik. U ham Oglidan xabar olgandi. Matn qisqaroq, lekin mazmuni o'xshash. Yaxshiman. Kutma. Kutma, bu ikki so'z. Malika eng og'ir zarba shu edi. Kutma, dedi u menga. Qanday kutma? Men onaman. Kutish mening ishim. Men uning qo'lini tutdim. Biz ikkovimiz jim o'tirdik. Choyxonada odamlar yurardi, hech kim bizga e'tibor bermadi. Ikki o'rta yoshli ayol choy ichib o'tiribdi. Oddiy manzara. Hech kim bilmaydi, bu ikki ayolning ichida nima bo'lishini. Malika opa, dedim. Siz qanday chiday olasiz? U menga qaradi. Uzoq vaqt. Keyin dedi. Chiday olmayman. Lekin boshqa nima qilardim? Bu gap avval ham aytgandi. Lekin bu safar boshqacha eshitildi. Chunki men endi tushungan edim. Boshqa nima qilardim, bu taslimlik emas. Bu onalarning kuchi. Chidab bo'lmasa ham chidash. Imkoni yo'q bo'lsa ham izlash. O'sha haftaning oxirida Rustam menga qo'ng'iroq qildi. Ovozi rasmiy, lekin ichida biror narsa bor edi. Mohira opa, yangilik bor. Yaxshimi? Ikki tomonlama. Kelolasizmi? Bordim. Bu safar xonada yana o'sha yosh odam bor edi. Va yana biri men ko'rmagan kattaroq soqol qo'ygan odam. Rustam, dedi. Biz Jasur haqida yangi ma'lumot oldik. U hozir guruh bilan biz o'ylagandan ham uzoqroq joyda. Lekin, va bu muhim, guruhning bir qismi yaqinda harakatlanishi mumkin. Tomon aniq emas. Lekin imkoniyat bor. Ulardan ba'zilari qaytishi mumkin. Jasur ham. Bu aniq emas. U xohlasa, ha. Xohlamasa, biz uni majburlay olmaymiz. U o'z oyog'i bilan ketgan. Men o'sha so'zni eshitganimda o'z oyog'i bilan bir narsa qattiq botdi. Chunki bu haqiqat edi. Qanchalik og'ir bo'lsa ham haqiqat. Lekin davom etdi Rustam, sizning rol bor. Agar u qaytishni o'yla, u avval kimga murojaat qiladi? Men javob bermasdan tushundim. Menga. Ha. Shuning uchun siz tayyor bo'lishingiz kerak. Va tayyor bo'lish bu shunchaki kutish emas. Nima qilishim kerak? U stol ustiga bir varaq qo'ydi. Agar Jasur qo'ng'iroq qilsa, siz unga biror narsa aytasiz. Biz o'rgatamiz. Qo'rqitmaydigan, bosim qilmaydigan, lekin uni orqaga chaqiradigan so'zlar. Men o'sha varaqqa qaradim. Bir necha gap yozilgan edi. Oddiy gaplar. Men seni kutaman. Uy seni sog'ingan. Hech narsa so'ramayman. Faqat qayt, ko'zlarim yoshlandi. Lekin yiglamadim. Chunki bu gaplar men asli aytmoqchi bo'lgan narsalar edi. Ular menga o'rgatishi shart emas edi. Bularni men allaqachon bilardim. Menga o'rgatishingiz shart emas, dedim. Bu gaplarni men yillar davomida aytib kelganman. Har kecha. Hech kim eshitmasa ham. Xonada jimlik bo'ldi. Rustam menga qaradi. O'sha yosh odam qalamini qo'ydi. Soqolli odam derazaga qaradi. Keyin Rustam dedi. Bilaman, opa. Shuning uchun siz eng to'g'ri odamsiz. Uyga qaytayotib ko'chada odamlar orasida men to'satdan to'xtab qoldim. Bilmasdim nima uchun. Faqat to'xtadim. Atrofga qaradim. Odamlar ketayapti. Bolalar yuguryapti. Birov qo'lida xalta, birov telefonda gapiryapti. Hayot davom etyapti. Mening ichimda hamma narsa to'xtab qolganday bo'lsa ham, tashqarida hamma narsa aylanayapti. Va o'shanda xayolimga Jasur kichik paytda aytgan bir gap keldi. Biz bozordan qaytayotgan edik, u 7-8 yoshlarda. Ko'chada bir kampir tilanchi o'tirgan edi. Jasur to'xtadi. Cho'ntagidan bitta pulni chiqarib kampirga berdi. Men unga qayerdan olding desam, pulim bor edi, lekin u ko'proq kerak, dedi.
O'sha bola, shu bola mening Jasurim edi. Kimgadir yaxshilik qilmoqchi bo'lgan bola. Dunyoni yaxshiroq qilmoqchi bo'lgan bola. Faqat yo'lni noto'g'ri tanladi. Yoki yo'lni noto'g'ri odamlar ko'rsatdi. Va men o'shanda bildim, u qaytadi. Bilmadim qachon. Bilmadim qanday. Lekin o'sha 7 yoshli bola hali u ichida algandur. Olib ketmagan. Shunchaki komilgan. Va men uni qaytadan topaman. Topaman. Lekin keyingi haftada men kutmagan odam eshigimni taqillatdi. Va u aytgan gap mening barcha umidlarimni bir soniyada sindirib yubordi. Kim keldi? Va u nima dedi? Buni keyingi qismda aytaman. Eshik taqillaganda soat 9 edi. Ertalab. Men non yeyotgan edim, yemayotgan edim aslida. Non oldimda turardi, men esa fikr bilan band edim. Eshik taqilladi, bir marta, 2 marta. Ochdim. Eshik oldida yigit turardi. 25 atrofida. Noma'lum yuz. Lekin ko'zlari tanish edi. Qayerdan tanishligini bilmadim dastlab. U dedi. Siz Jasurning onasimisiz? Ha, dedim. Siz kimsiz? Ismim Ibrohim. Men ham u bilan birga edim. Qaytib keldim. Men uni ichkariga taklif qilmadim dastlab. Shunchaki qarab turdim. U qo'lini ko'tardi, tinchlik belgisi kabi va dedi. Men sizga yomon narsa aytgani kelganim yo'q. Faqat siz bilishingiz kerak deb o'yladim. Ona sifatida. Shunda ichkariga taklif qildim. U o'tirdi. Men choy qo'ydim. Qo'llarim tinch edi, ajib. Ichim qo'rqqan edi, lekin qo'llarim tinch edi. Ba'zan tana aqldan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Ibrohim choydan ichmadi dastlab. Faqat stol ustiga qaradi. Keyin boshladi. Men u yerda 16 oy bo'ldim. Jasur u mening keyin keldi. 4-5 oy bo'ldi u yerda men ketganda. Biz bir-birimizni yaxshi bilamiz. U haqida ko'p narsani ayta olaman. Yaxshimi u? Sog' ha. Lekin yaxshi degani nimani anglatishiga qarab. Men unga qaradim. Gapiring. To'g'ri gapiring. U bir nafas oldi. U o'shanda juda kuchli ishonch bilan borgan edi. Ko'pchilik shunday boradi. Avval hamma narsa ulug'vor ko'rinadi. Maqsad bor, birlik bor, biz to'g'ri yo'ldamiz degan his bor. Bu his juda kuchli. Ayniqsa yosh odamga. Ayniqsa ichida boshliq bo'lgan odamga. Jasurimda boshliq bor edi. Ibrohim menga qarab sekin dedi. Otasi vafot etgan. U kichikligidan. Siz yolg'iz o'stirdingiz. U sizni sevadi, bu aniq. Lekin ichida bir narsa yetishmagan. Erkaklar o'rtasida o'sish, biror kuchli odamdan sen to'g'ri yo'ldas degan so'z eshitish. Shu yetishmagan. Men ko'zlarimni yum. 1 daqiqa. 2. Keyin ochdim. Davom eting. U yerga borgandan keyin Jasur dastlab juda faol edi. Hamma ishga tayyor, hamma topshiriqqa tayyor. Lekin bir muddat o'tgach, men sezdim, u o'zgarib bordi. Savol bera boshladi. Ichida. Tashqarida emas, tashqarida hech kim savol bermaydi, bu xavfli. Lekin ko'zlarida sezdim. Qanday savol? Bu to'g'rimi degan savol. Bu savol eng muhim savol. Chunki bu savol chiqqan odam hali tirik. Hali o'ylaydi. Hali qaytishi mumkin. Men o'sha so'zni eshitganimda hali qaytishi mumkin, ko'kragim ichida biror narsa bo'shadi. Yig'lamoqchi edim. Lekin yig'lamadim. Chunki hali ko'p narsa eshitishim kerak edi. Ibrohim davom etdi. Men ketishdan oldin Jasur bilan gaplashdim. Ikkovimiz yolg'iz edik qisqa vaqtga. Men unga dedim. Jasur, men ketayapman.
Sen ham oila, u dedi. Qayerga ketasan, men dedim. Uyga. Onamning oldiga u jim qoldi. Keyin dedi. Oyi qo'ng'iroq qiladi. Men eshitaman, lekin gapirmayman ba'zida. Chunki ovozini eshitsam, ketib qolishdan qo'rqaman, men nafas ololmay qoldim. U shunday dedi. Ha. Aynan shu gapni. Ovozini eshitsam, ketib qolishdan qo'rqaman, men o'sha gapni eshitib, birinchi marta yig'ladim. Bu safar to'xtatmadim. Yig'ladim. Ibrohim qaradi. Gapirmadi. Faqat o'tirdi va bu o'tirish ham yetarli edi. Bir muddat o'tgach men yuzimni artdim. Kechirasiz. Nima uchun kechirasiz? Dedi u. Siz onasiz. Ibrohim yana gapirdi. Jasur haqida, xarakteri, kundalik hayoti, u yerda nima qilgani. Men hammasini tingladim. Lekin eng muhim narsa shu edi. Jasur hali o'sha guruhda. Lekin ichida biror narsa qimirlab boshlagan. Biror savol tugilgan. U qaytishni xohlayaptimi? Dedim. Xohlash va qilish ikki xil narsa, dedi Ibrohim. U xohlashi mumkin. Lekin atrofida odamlar bor, ular uni qo'yishmaydi. Va u o'zi ham qo'rqadi. Qaytsa nima bo'ladi deb qo'rqadi. Nimadan qo'rqadi? Siz undan xafa bo'lasizmi deb. Jamiyat uni qanday qabul qiladi deb. Va o'zi kim bo'lib qoladi deb. Men tushundim. Bu qo'rquv mening o'g'limning eng katta tosigi. U ketish uchun yo'l topdi. Lekin qaytish uchun yo'lni ko'ryapti. Unga xabar yetkazish mumkinmi? Dedim. Ibrohim o'yladi. Bevosita xavfli. Lekin agar biror yo'l bo'lsa men aytaman. Men o'rin tur. Xonasiga kirdim, Jasurning xonasiga. Yozuv stol yonida qalamlar, daftar. Bitta varaqqa yozdim. Ko'p yozmadim. Faqat shu. Jasur. Men seni kutaman. Xonang o'sha holida. Choynak o'sha joyida. Eshik har doim ochiq. Hech narsa so'ramayman. Faqat qayt. Oying varaqni buklab Ibrohimga berdim. Agar imkon bo'lsa. U varaqni olib cho'ntagiga soldi. Harakat qilaman. Ibrohim ketgandan keyin men uzoq vaqt o'tirdim. Jasurning xonasida. Uning o'rindiqida. Ko'zlarimni yumdim va xayolimda uni ko'rdim. Kichik Jasurni, 10 yoshli Jasurni, maktab form Jasurni va oxirgi marta ko'rgan Jasurni, eshikdan chiqib ketayotgan, orqasiga qaramagan. Va o'shanda men o'zimga bir savol berdim. Men nima qildim noto'g'ri? Bu savol onalar o'ziga beradigan eng qiyin savol. Chunki javob ikki tomonlama bo'ladi. Bir tomoni. Sen hech narsa qilmadingga o'xshaydi. Sen unga mehr berding, ta'lim berding, kuch berding. Boshqa tomoni. Biror narsa yetishmagan bo'lish kerak, aks holda bu bo'lmasdi. Men uzoq o'ydim. Keyin o'zimga dedim. Ehtimol hech kim aybdor emas. Jasur o'z yo'lini tanladi, noto'g'ri odamlar unga noto'g'ri yo'l ko'rsatdi. Lekin u tanlaganida u o'zi ham ishongan, bu yo'l to'g'ri deb. Va bu ishonch, bu mening kurasholmaydigan narsam edi. Chunki ishonch, bu yurakda. Yur esa majburlash mumkin emas. Faqat sevgi bilan o'zgartirish mumkin. O'sha kechasi Rustamga qo'ng'iroq qildim. Ibrohim kelganini aytdim. U bir muddat jim qoldi. Ibrohim Karimovmi? Dedi. Ismini aytmadi. Yoshimi, Qorachadan kelganmi? Ha. Taniyapman. U qaytgan. Biz bilan ham gaplashdi. Siz bilan ham gaplashgani yaxshi. U menga Jasur haqida aytdi. Jasur savol berayotganligini aytdi. Bu yaxshi belgi, dedi Rustam. Lekin Mohira opa, men sizdan bir narsa so'rayman. Siz sabr qila olasizmi? Sabr qilayapman.
Yo'q, men boshqacha sabr deyapman. Jasur qaytmoqchi bo'lsa, bu bir kunda bo'lmaydi. Bir oyda ham bo'lmasligi mumkin. Va u qaytganda u o'sha Jasur bo'lmaydi. Boshqacha bo'ladi. Ogirroq. Ichida ko'p narsa bo'ladi. Siz bunga tayyormisiz? Men o'yladim. Chin o'yladim. Men onaman dedim. Men uni tugdim. U qanday kelsa ham, u mening o'g'lim. Boshqacha ham, ogirroq ham, baribir mening o'g'lim. Rustam dedi. Xo'p. Hafta o'tdi. 2 hafta. Men kutdim. Malika bilan ba'zida uchrashardim. U ham kutardi. Biz gaplashardik Zafar haqida, Jasur haqida, hayot haqida. Bu suhbatlar menga kuch berardi. Chunki yolg'iz kutish bu eng og'iri. Berov bilan birga kutish bu boshqacha. Bir kuni Malika menga dedi. Mohira, sen kuchli ayolsan. Men kulib qo'ydim. Kuchli emas. Shunchaki boshqa yo'lim yo'q. Bu kuchning ta'rifi, dedi u. 19-kuni telefon jiringladi. Nomer noma'lum. Men javob berdim. Ovoz. Jasurning ovozi. Bu safar ovozli xabar emas. To'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq. Oyi. Men gapira olmadim. 1 soniya. 2 soniya. Keyin. Jasur. Ha, men. Yaxshimisan? Ha. Oyi, men. U to'xtadi. Men kutdim. Gapirga undadim. Shoshil. Faqat kutdim. Oyi, men charchadim. Bu 2 so'z ichida hamma narsa bor edi. Men yig'lamaslik uchun labimni tishladim. Ammo ko'zlarimdan yosh tushdi, sekin, jimgina. Bilaman, bolam, dedim. Bilaman. Men nima qilishni bilmadim. Hozir ham bilmasa yaxshi. Hozir faqat ovozimni eshit. Eshityapman. Men bu yerdaman. Xonang o'sha holida. Choynak o'sha joyida. U bir muddat jim qoldi. Keyin, va bu so'z mening hayotimning eng go'zal so'zi bo'ldi, dedi. Oyi, men qaytmoqchiman. Men ko'zlarimni yumdim. Ko'z yoshlarim tog'. Lekin ovozim tebranmadi. Men kutayapman, dedim. Qachon bo'lmasin, kutayapman. Qo'ng'iroq ochdi. Men telefon qo'ydim. O'tirdim. Ko'kragim og'ridi, lekin bu boshqacha og'riq edi. Umid og'rigi. Lekin qaytish bu hali boshlanishi edi. Jasurning oldida va mening oldimda eng qiyin yo'l hali boshlanmagan edi. Chunki u qaytgandan keyin nima bo'ladi, bu haqda men hali o'ylamagan edim. Va bu keyingi qismda. Oxirgi qismda. Jasur qaytgan kuni osmon bulutli edi. Na quyosh, na yomg'ir, shunchaki kulrang, jim osmon. Xuddi tabiat ham kutayotganday. Xuddi hamma narsa shu lahzaga to'xtab qolganday. Men ertalabdan tur. Uyni yig'ishtirdim, aslida yig'ishtiradigan narsa yo'q edi, uy tartibli edi. Lekin qo'llarim biror narsa qilish kerak edi. Bosh tursa titraydi. Men esa titrashni istardim. Palov qo'ydim, uning sevimli taomi. Choynak o'sha joyida, aytganimdek. Soat 11da eshik taqilladi. Men 1 daqiqa harakatlanmadim. O'sha 1 daqiqada butun 5 yil o'tdi xayolimdan. Sherzodning vafoti. Jasurning o'zgarishi. Daftar. Xabarlar. Ibrohim. Rustam. Malika. Ovozli xabar. Qo'ng'iroq. Oyi, men charchadim, keyin turdim. Eshik bordim. Ochdim. U turardi. Yuzi ozgan. Ko'zlari chuqurroq. Soqol qo'ygan, men ko'rmagan soqol. Kiyimi oddiy, lekin charchagan kiyim. Yel bitta sumka. U menga qaradi. Men unga qaradim.
Hech kim gapirmadi. Keyin u mening 30 yoshli, soqolli, charchagan o'g'lim bir qadam tashladi oldinga. Va mening yelkamga boshini qo'ydi. Xuddi kichik paytdagidek. Xuddi 10 yoshida tushdan qo'rqib kelib mening yoqimga boshini qo'ygandek. Men qo'llarimni uning atrofiga oldim. Gapirmadim. U ham gapirmadi. Ikkovimiz shunday turdik, eshik oldida, kulrang osmon ostida, va bu sukunat hamma gapdan ko'ra ko'proq narsa aytdi. Dastlabki kunlar og'ir edi. Buni yashirmayman. Jasur kam gapirardi. Ko'p uxlardi, lekin uyqusi notinch edi. Kechasi ba'zan o'rnidan turardi, suv ichardi, xonada u yoqdan bu yoqqa yurardi. Men eshitardim, lekin chiqmardim. Chunki u yolg'izlikni tanlagan edi o'sha lahzada va men bu tanlashga hurmat qilardim. Ertalab choy ichardik. Ko'pincha jimlik bilan. Ba'zan men biror narsa aytardim, ob-havo haqida, mahalla haqida, oddiy narsalar. U javob berardi, qisqa, lekin berardi. Bu boshlanish edi. Bir hafta o'tgach Rustam keldi. U Jasur bilan gaplashdi, men xonada emas edim. Qicha gaplashishganini bilmadim. Faqat Rustam ketayotganda menga dedi. U to'g'ri yo'lda. Lekin bu jarayon uzoq. Sabr kerak. Bilaman, dedim. Siz juda kuchli onasiz, Mohira opa. Men bu gapni eshitganda endi kulib qo'ymadim. Chunki endi bilardim. Kuch bu boshqa yo'lim yo'qligi emas. Kuch bu har kuni qayta-qayta tanlash. Har kecha yiglab ertasiga o'rnidan turish. Har safar umid sinsa ham umidni qayta yigish. Jasur bilan birinchi haqiqiy suhbatimiz 15-kuni bo'ldi. Kechqurun. Ikkovimiz oshxonada o'tirdik. Choy oldimizda. Tashqarida qorong'i tushgan edi. U uzoq vaqt choy qarab o'tirdi. Keyin, "Oyi, siz menga xafamiz?" Men unga qaradim. "Yo'q." "Nima uchun yo'q?" dedi u. Ovozida hayrat bor edi. Chin hayrat. Chunki xafa bo'lish seni sevgi qaytaradi. U bir muddat jim qoldi. Men ko'p narsani noto'g'ri qildim. Bilaman. Men. U yerda ko'rgan narsalarim. U to'xtadi. Davom eta olmadi. Aytmasang ham bo'ladi, dedim. Tayyor bo'lsang aytasan. Tayyor bo'lmasang aytmaysan. Men kutaman. Siz doim kutasiz. Ha. Bu mening ishim. U menga qaradi. Ko'zlarida yosh bor edi. Birinchi marta. Men butun shu vaqt davomida uning ko'zida yosh ko'rmagan edim. U yig'lamadi, lekin yosh bor edi. Va bu yosh, bu uning ichidagi o'sha kichik bolaning belgisi edi. Tirik ekanligining belgisi. "Oyi", dedi u. Men qayta ot bolalarmikanman? Men unga qarab to'g'ri dedim. Sen hech qachon odam bo'lishdan to'xtamading. Shunchaki yo'lingni yo'qotding. Yo'lni topish bu qayta odam bo'lish emas. Bu o'zingga qaytish. U ko'zlarini artdi. Jim artdi, men ko'rmasin deb. Lekin ko'rdim. Va ko'rganimni bildirmadim. Chunki ba'zida ko'rmaslik ham sevgining bir ko'rinishi. Keyingi oylar sekin, lekin ilgarilab ketdi. Jasur Rustam bilan muntazam uchrashdi. Bu uchrashuvlar nima haqida ekanligini men so'ra. Faqat bildim. Har uchrashuvdan keyin u biroz engillashib kelardi. Malika bilan ham ko'rishdik. Zafar hali qaytmagan edi, lekin xabarlar kelayotgan edi. Malika kutardi. Men uning qo'lini tutardim. U mening qo'limni tutardi. Bir kuni Malika menga dedi. "Mohira, Jasur qaytdi. Sen qanday his qilding u qaytgan kuni?" Men o'yladim. Yengil emas edi. Og'ir ham emas edi. Shunchaki to'liq his edi. Xuddi uzoq vaqt nafas yetmay yurgan odam birinchi marta to'la nafas olgandek. Men ham shu hisni xohlayap, dedi Malika.
Ko'zlarida umid bor edi. Olasiz dedim. Zafar ham qaytadi. Qayerdan bilasiz? Chunki siz ham kutayapsiz. Va onaning kutishi kuch. Bu kuch bir kun yetib boradi. Jasur 3 oy o'tgach ishga kirishdi. Oddiy ish. Qurilish kompaniyasida hujjatlar bilan ishladi. Katta emas, lekin ish edi. Ertalab ketardi, kechqurun qaytardi. Men har kech uning uchun ovqat qilardim. U kelib qol yuvib stol yoniga o'tirardi. Bu oddiy manzara. Juda oddiy. Lekin men uchun bu manzara dunyodagi eng go'zal manzara edi. Bir kechqurun u ovqat yeyotib dedi. Oyi, men universitetga qaytmoqchiman. Men qoshigimni qo'ydim. Unga qaradim. Haqiqatanmi? Ha. Kech bo'ldi, lekin. Kech yaxshi yoqdan. To'g'ri dedim. Kech yaxshi yoqdan. U jilmaydi. Bu jilmayish maktabdan kelgan kunda jilmayishiga o'xshamas edi. Ogirroq jilmayish edi. Ichida ko'p narsani ko'rgan odamning jilmayishi. Lekin jilmayish edi. Va bu yetarli edi. Bir kuni Jasur ishda paytida men uning xonasiga kirdim. Odatda kirmasdim endi. Lekin o'sha kuni biror narsa tortdi, bilmayman nima. Kirdim. Atrofga qaradim. Hamma narsa o'z joyida. Stol ust daftar. Yangi daftar. Men avval ko'rmagan. Qo'l tekkizmaydim. Lekin daftar ochiq edi, og'zi ochiq yotgan edi. Va birinchi sahifada bir jumla yozilgan edi. Jasurning xati, men yaxshi taniydigan xat. Men adashim. Lekin men qaytdim. Va bu boshlanish shu. Bor yo'gi shu jumla. Lekin bu jumla butun bir kitobdan ogirroq edi. Men daftarni qo'yib chiqdim. Eshikni yopdim. Yo'lakda turdim va birinchi marta uzoq vaqtdan keyin chin ko'ngildan jilmayim. Yolg'iz. Hech kim ko'r holda. Chunki ba'zan eng katta g'alaba shunday bo'ladi. Ovsiz. Ko'rimsiz. Faqat yurak biladi. Va yurak yetarli. Hozir 3 yil o'tdi o'sha kundan. Jasur universitetini tugatdi. Ishyapti. Oshxonasida yashaydi, mendan alohida kvartira oldi, lekin har hafta keladi. Kelganda men palov qilaman. U kelib qo'l yuvib stol yoniga o'tiradi. Ikkovimiz choy ichamiz. Gaplashamiz, ba'zan ko'p, ba'zan kam. Lekin gaplashamiz. U haqida, u yerda nima bo'lgani haqida ko'p narsani bilmayman. U aytmagan narsalarni men so'ra. Bil esa siz bilan ulashdim. Malika, Zafar ham qaytdi. 6 oy keyin. Ikkovimiz o'sha choyxonada uchrashdik va bu safar choy ichib, kulib gaplashdik. Ko'z yoshlari ham bo'ldi, lekin boshqacha ko'z yoshlari. Men bu hikoyani nima uchun aytdim? Chunki bilaman, bu yerda mening kabi onalar bor. Telefon qo'lida ko'z yoshlari yutib, o'g'illarini kutayotgan onalar. Va ularga aytmoqchiman. Kutish zaiflik emas. Kutish kuch. Farzandingiz adash, bu siz yutqazganingizni anglat. Adashgan odam hali tirik. Hali qaytishi mumkin. Va qaytish uchun bitta narsa kerak. Bilishi kerak, uni kim kutayot. Men Jasurga hech qachon sen yomonsan kurdi. Hech qachon uyaltirding kurdi. Chunki bu so'zlar eshikni yopadi. Men esa eshikni ochiq qoldirdim. Har doim. Va u qaytdi. Siz ham eshikni oching. Ochiq qoldiring. Ular qaytadi. Men bilaman, chunki men kutdim. Va kutish ish berdi. Jasur erta keladi bugun. Palov tayyor. Choynak o'sha joyida. Va men bu yerda. Har doim bu yerda.